aldanib qolishni istamasangiz mana shu narsani so'rab oling. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hop, bu qo'limdagi narsa nima? Bu qo'limdagi podakonlik adapter deyiladi. Podakonlik adapter bu podakonning yaxshi joylashishi uchun xizmat qiladi. Bu qanday qo'yiladi desak, mana bu romtaga qotiriladi. Buni qotirishdan maqsad tashqaridan kelgan har xil chang, gaz, issiq, sovuq ushlash uchun qo'yiladi bu narsa. Keyin yana bitta mana afzallik tomoni podakonlikni qo'yganimizda juda ham mukammal tushadi. Xo'p, endi mana holatda mukammal tushmaydi deb o'ylaysizmi? Yo'q, bunda ham tushadi, lekin buni bitta nosi bor. Podakonlik ertaga bir torayib tengaganda buni tagida shel hosil bo'ladi. Shel hosil bo'lganda issiqda ham, sovuqda ham, changda ham, qumda ham ushlamaydi. Buni vazifasi mana shu narsalarni oldini olish. Buni qo'yilgandan keyin yaxshi tomoni tashqi tomonga atlif qo'yganda ham buni atlifni mana qotiriladigan, tushadigan joyi bor. Bemalol mana shunga qotirsa ham bo'ladi. Xo'p, bu podakonlik adapterimiz hamma seriyalarga tushadi. Masalan, dedik mana 6000 trioga ham tushadi. Mana ko'rinishi. Bunisi 7600 ga ham mana yaxshi tushadi mana. Joylashi juda ham ideal tushyapti mana. Hop, keyingi termoga ham hattoki mana. O'ta mukammal darajada tushadi. Mana bu ora qismiga pena beriladi, keyin tagidan yaxshilab qatirib qo'yiladi. Hop, buni qo'ysak nimalar yutamiz? Buni qo'ysak energiya samaradorligi 2 hissa oshadi. Tashqarida changdan, issiqdan, sovuqdan, har xil gazlardan, bu qishda, bahorda bo'lgan o'sha changlardan yaxshigina himoya qiladi. O'zi aslida juda qimmat turmaydi, narxi juda ham arzon. Lekin bu hamma ham qo'yavermaydi. Buni faqat Romax fabrikasi hamda shu zavodlar ishlatadi. Maslahat beraman, mana shu narsasini so'rab, talab qilib oling. Bu siz uchun foydangiz uchun xizmat qiladi. Sog' bo'lasizlar.